Assalomu alaykum barchaga. Qadrli do'stlar, sog' salomatmisizlar? Ahvollaringiz yaxshimi? Qalaysizlar? Sizlar bilan Usta va Usta Gaming kanalida ATM 10 modida kelib qolgan joyimizdan davom etamiz, xudo xohlasa. Tayyor bo'lsalaringiz, let's go. Men va qishloqda lut qilish arafasidaman. Yonimizdagi qishloqcha bor edi-yu. Ana shuni lut qilib va shu paytgacha nimalar bo'lganini yo'l aka sizlarga aytib beraman. Bir narsaga kelishib olamiz. O'tgan bo'limda biz ko'rgandikki, Mine Colonies modini qurilishlarni bajarishimiz uchun haddan tashqari ko'p ruda ketar ekan. Ya'ni haddan tashqari deganda aldamayapman do'stlar. Juda ko'p ruda ketar ekan. Ruda resurslar o'zlaridan ko'rdingizlar, rosa qiynaldik o'tgan safar. Va bu birinchi levelli, kichkinagina levelli town hall bilan o'sha quruvchilarni uyini qurishga ketgan narsa edi u. Undan tashqari yana qancha narsa qurish kerak-ku, unga qancha vaqt ketadi-yu. Xullas, dahshatli darajada qiyin ekan. Keyin yana ba'zi narsalarni men tushunmay qoldim, tushunarsiz ekan. YouTubedan video ko'raman dedim, ammo unga sabrim yetmadi. Va sabrim yetmaganidan bitta ish qilib qo'ydim do'stlar. Nima qildingiz usta aka desalaringiz? Kreativga o'tdim. Kreativga o'tib olib, shu aslida Mine Colonies qanday ishlaydi degan savollarga javob topish uchun polni hamma narsasini qurib chiqdim do'stlar. Ya'ni hamma narsasi deganda hamma boshdan oxirigacha hamma narsasi emas, lekin deyarli eng kerakli narsalarda hammasi bor-da. Do'stlar, qurganda hamchi qishloqcha qurmadim, shaharcha qurmadim, butun boshli katta shahar qurib yubordim. Tasavvur qilyapsizlarmi? Vapshe dahshat katta narsa qurdim. U endi dahshatli, ishonaverasizlar. Xo'p, endi biz qaror qabul qilishimiz kerak. Qanaqa qaror qabul qilishimiz kerak usta aka desalar, bu qarorni sizlar qabul qilasizlar. Hozir men borib, shaharimizni obzorini qilib beraman, chotki montaj qilaman. Ana shu joyda obzorini ko'rasizlar-da. Qaror qabul qilingan. Do'stlar, men o'rganib oldim. Nimalar qilishdi, Mine Colonies'da birinchi nima qurish kerak, hammasiga qancha resurs ketadi, u resurslarni topish uchun nima qilish kerak. Hamma narsasini o'rgandim. Endi qurish qo'limdan keladi, lekin ketadigan vaqti 2 haftadan 1 oygacha vaqt ketar ekan. Buni men o'zimizning kun bilan aytyapman. Oxirigacha chiqish uchun tasavvur qilyapsizlarmi, qanaqa darajada resurslar kerak bo'ladi. Vapshi ko'p resurs ketar ekan unga. Shuning uchun sizlar qaror qabul qilinglar bolalar. O'sha shaharimizda, qurilgan shaharda davom etaveramizmi? Ya'ni men shaharni qurib qo'yganman, lekin ishchilarni avtomatik o'zi nima qildi? Avtomatik ishchilarni qo'yib chiqdi, ammo ishchilar nima ish qilyapti, qaysi biriga nima resurs kerak, bizdan nima talab qilyapti yoki qayerda nima bo'lyapti, hech narsani tekshirganim yo'q hali. Ishchilarda birortasi bilan ham gaplashganim yo'q. Shunchaki o'zim o'rgangan, bilganlarimni ishga soldimda, kreativga o'tib olib, tasar qurib tashladim. Hammasini 5-level qilib butun boshli shahar qurib yubordim. Ammo shahar ishga qisman ishga tushgan deyarli, lekin unchalik ham ishlayapti deb o'ylamayman. Sizlar menga aytishlaringiz kerak bo'lgan narsa shu shaharni o'zini sekin-sekin ishlataveramizmi? Ya'ni katta shaharda u. Yoki buni admin qilib, o'zimiz boshqa joyga ko'chib, tekisroq joyga noldan quramizmi? Kommentariyada fikrlaringizni kutaman do'stlar. Qani nima deysizlar shu fikrga? Ikkita fikr bor. Birinchisi shu shaharda davom etish, ikkinchisi noldan qurish. Boshqatdan qurish. Boshqatdan qurishni boshlagan taqdirimizda birinchi o'rinda aslida hozir ham shunaqa qilamiz. ME sistema qilishga to'g'ri keladi. ME sistemasiz hech qanaqasiga Mine Colonies'ni boshlashda menimcha foydasi yo'q deb o'ylayman, chunki so'rayotgan resurslari haddan tashqari ko'plik qildi men uchun. Juda ham ko'plik qildi. Shunaqa gaplar do'stlar, men shunaqa ishlarni qildim. Hozir xudo xohlasa qishloqni tozalab bo'lib, shaharimizni obzorini qilib beraman, nasib bo'lsa sizlarga. Chotki qilib obzor qilib beraman. Vaqti zo'r narsalar bor. Deyarli hamma narsa bor, lekin to'liq hamma narsa yo'q. Deyarli. Bu qishloqda ham mana tozalab bo'ldik. Unchalik ham qimmatli narsasi yo'q ekan, ko'rdingizlar. Qishloqda o'zim shunaqa deb o'ylagan edim. Bu yonimizdagi qishloq. Ana endi mana bu men qurgan shahar. Wow. Har safar qaraganimda o'zim mazza qilyapman. Mana bu ham bizning narsalarmi? Yo'q, bizning narsalar emas ekan. Pastda meni soyabonim qayergadir qolib ketganda. Hop, voy, ana yiqildik. Bundan
Qishloqda sumkalarni bir bo'shlaylik. Bu qishloq deyarli to'liq fermerlar qishlog'i ekan shekilli. Faqat fermerda narsalari chiqyapti. Undan boshqa narsa chiqmayapti negadir. O, go'shtlarni qarang. Pichoq. Da. Bo'ldi mana. Asosan ovqatga doir narsalar chiqyapti-da qishloqdan. O, kompyuter. Wow! Adashibman do'stlarim. Mana buni qarang. Kompyuter texnologiyasi, monitor, printer, advanced computer, chatbox, environmental bir narsalar. Okey, buni keyinchalik ko'rib tahlil qilamiz nimaligini. Hozircha qaramay turamiz. Vaqtimiz yo'q chunki. Tak, bo'ldi. Bu yoqda jun ekan. Bu tomonda nima bor? Bo'ldi. Menimcha hamma narsani lut qilib bo'ldik. Da, endi o'zimizda shaharga o'tsak bo'ladi. Welcome. Do'stlar, Kaledoniya shahrimizga xush kelibsizlar. Juda katta shahar bu va boshlang'ich joyi mana yerdan boshlanadi. Mana bu o'zimizda o'tgan safarga sizlarga ko'rsatgan nimam metal fermam bilan mana yashikdagi narsalarim. Mana ikkita hamma yoq to'lib bo'lay dedi deyarli. O'shaning uchun boshqatdan bitta yashik sistemasini bajarishimiz kerak. Shahrimizga xush kelibsizlar. Da. Agar jetpackim bo'lganda edi, tepadan ko'rsatardim. Kelinglar devorga chiqaylik. Tower bor. O'sha tower bilan yurib turib, sizlarga devordan ko'rsataman. Keyin nimalar qurganim, qayerda nima ish bo'lyapti, hamma narsani keyin ko'rsataman. Hozir birinchi o'rinda tepaga chiqaylik. Mana towerga chiqsa bo'larmidi? Yo'q, chiqsa bo'lmasa kerak. Buni eshigi bor edi-ku. Eshigi yo'q ekan buni. Zina qurib qo'yishim kerak ekanda. Zina qurish yodimdan chiqibdi. Tepaga chiqadigan zina. Davay bo'lmasam kemani tepasidan ko'rsamiz. Golemlarni qarang ko'pligini. Shaharda himoya qilish uchun qilinganda ular. Davay, birinchi bo'lib kemani ko'rsataman sizlarga. Bu kema tekinga berildi. Bunga hech qanaqa resurs sarflamadik. Va bu kemaning ichida o'ziga yarasha resurslari bor ekan. O'sha resurslardan foydalangan holatda mayda-chuyda, ya'ni yeydigan ovqatlar va asosiysi building tool bilan town hall degani bor ekan. Mana yerda toshli qurollar, boshqa yana mayda-chuyda resurslar mana ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Bu kemamizning ichi. Kemamiz ham juda bir ajoyib kema. Mana qarang, zo'r kema. Buni podvali ham bor. Podvalda ham ko'p resurslari bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Ko'p emas, yetarlicha resurslar bor. Misol uchun sabzi mana. Qayerdadir kartoshka ham bor edi, adashmasam. 64 ta planks, yana planks va arxitekturani kesadigan kattara. Shunaqa. Mana yerda steak bor, bu yerda kartoshka bor. Undan tashqari pishirilgan jo'ja, non bor. Mana shunaqa resurslar bor ekan, kemaning ichida bo'ldi. Kemamiz mana shunaqa va shahrimizni tepadan ko'rinishini ko'rsataman. Mana do'stlar, men qurgan shahar. Wow. Kaledoniyaga xush kelibsizlar. Xo'p, endi bitta yotib dam olsak, ertalab sekin pastga tushaveramiz keyin. Pastga tushaveramiz nasib bo'lsa. Ana. Xo'p, qaranglar. Bu orqa tomoni ekan. Mana yerdan sekin pastga tushaylik, bir amallab yiqilmasdan iloji boricha. Mana. Pastga tushyapti. Shahrimizda ertalab ko'rinishi, mana e'tibor qilib ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Endi ketma-ket bir boshdan sizlarga obzor qilib beray. Birinchi o'rinda nimalar qilinar ekan, men nimalar qildim, hammasini o'rganganlarimni sizlarga ham aytib tushuntirib boraman. Birinchi o'rinda mana bu o'sha sizlar videoda ko'rganlaringiz faqat leveli 5-levelga chiqdi. Town hall, ya'ni shaharning markaziy o'sha bo'limi desak ham bo'ladi. Mana shuni qurish kerak bo'lar ekan. Bu nimadir bilan ustma tushib qolibdi shekilli. Buni to'g'rilab qo'yaman keyinchalik. Birinchi o'rinda mana shu narsa qurilar ekan do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin, mana town hall 5-levelli chotka qilib qurilgan. Mana shuni qurib bo'lgandan keyin bundan bemalol mana ularni boshqarsa bo'lar ekan, ya'ni shahrimizda odamlari qanaqa yashasa, mana hamma xursandchiligi qanaqa, kim nimadan aziyat chekyapti, kim nimadan xursand va bu yerda yashaydigan nimalarimiz, ya'ni
aholi, yashaydigan aholi haqida ma'lumot. Endi statistikaga o'tamiz. 25 ta aholi bor. 25 tadan 25 tasi ham tirik yashayapti, zo'r. Va mana quarrier yo'q, bizda o'quvchilarimiz yo'q, maktabda o'quvchi yo'q, chunki bolalar yo'q, bolachalar yo'qda va ish bilan ta'minlanmagan odam ham yo'q. Chunki shahrimizda 25 ta odam bo'lsa, 25 taga ham ish berganmiz. Hammasiga ish berilgan, tayyor. Mana ko'rishlaringiz mumkin, nimalar qilingan, hamma narsa ko'rishlaringiz mumkin. Bularni avtomatik qilib berar ekan. Buni qurib bo'lgandan keyin aslida bu qurilmay turadi. Buni o'rtaga qo'ygandan keyin ikkinchi eng katta qilinish kerak bo'lgan ish mana bu ekan, do'stlar. Mana quruvchining uychasi. Quruvchidan iloji bo'lsa 4 tagacha qurish kerak. 4 ta menimcha yetadi. 2 ta yoki 3 ta bo'lsa ham nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Mana quruvchining uychasi va quruvchining uychasini leveli ham 5. Ikkinchi o'rinda mana shu qurilar ekan, chunki mana shu yerdan turib boshqariladi. Mana ishchini chaqirsa, mana bizning ishchimiz. Ismi Kegan ekan. Vatancha. Da resource scroll degan narsa so'rabdi bizdan. Uni menda yo'q lekin. Bu ishchi mashina qurib bitkazadi. Keyingi o'rinda xuddi mana shunaqa ishchining uychasi, mana bu uycha, mana. Keyingi o'rinda men nimalar qurdim? Keyin odamlar kelishni boshladi, sekin aholi ko'payishni boshladida menga aytishdi, yashashga uyimiz yo'q, yomg'ir yog'sa boshpanamiz yo'q deyishdi. Men ularga katta qilib mana bunaqani 2 ta kvartira qurib berdim. Mana shu ikkovi ham kvartira, yashash joyi. Ko'ryapsizlarmi chiroyliligini? Buni ham leveli 5. Bu yerda odamlar yashaydi, kravatlar juda ham ko'p, aholining yashashiga zo'r sharoit bor. Undan keyin aholi to'planib, bir-biri bilan maza qilib gaplashib, gurunglashib o'tirishlari uchun bar qurib berdim. Nomi Tavern ekan. Bular qurilishi kerak bo'lgan narsalar ekan. Mana qarang, maza qilib gaplashib o'tirishdi. Mana. Buni o'zini ishchisi ham bor. Buni ishchisi yo'q ekan. Bu yerdan kimlar yashayapti, kimlarga ish berilgan, kimlar ishsizdan ana shuni boshqarsa bo'ladi. Shunaqa va hammani chaqirsa bo'ladi shu yerga. Undan keyin qurgan narsam mana bu bo'ldi. Bu narsa do'stlarim bizning kasalxonamiz. Bu shifoxona. Shifoxonaning o'zini doktori bor. Ichkarida doktorda ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Hozir chaqiraman doktorni. Is there a problem? Yo'q, bu kishi doktor emas. Bu kishi menimcha siz doktormi? Holly. Da, shu kishi doktor ekan. Okey. Doktorimizga qarang, kiyinganlarni. Ajoyib. Bu kishi doktor, davolaydi va davolanayotgan odamlar ham bo'lsa kerak shu atrofda. Hozircha kasallar yo'q ekan. Bir ikkitasini ko'rdim, yotib davolanayotgandi. Keyin buni qurdim. Undan keyin odamlar yetishmaslik qildi. Mana bu 2 ta kvartiraga odam yetishmadi-da. Keyin nima qildim? Jinnilik qilibman. Aslida ozginagina yetishmagan ekan, xolos. Yana bitta kvartira qurib yubordim bu tomondan, yana bitta kvartira qurdim mana bu tomondan va nechta kvartira bo'ldi? 4 ta kvartira bo'ldimi? Mana bu bilan 5 ta kvartira qurdim, 5-levelli kvartira. Va buni yoniga boshqacha opishda qurib berdim. Bu ham opishda, bu ham yashash joyi, bu ham 5-level, faqat ko'rinishi boshqacharoq. Buni ham qurib berdim. Xullas, bo'm-bo'sh yotibdi endi. Kvartiralar ko'p, yashashga odam yo'q. Ana shunaqa. Keyin vaqt o'tdi. Vaqt o'tishi bilan odamlarimiz sekin nima bo'laverdi? Kelishni boshladi, ammo bunday qarasam bularda qorni och ekan. Ovqat yo'q ekan. Dedim, bu ovqat bo'lmasa bo'lmaydi deb kasalxonadan keyin sekin mantadan boshladim. Qurgan narsamiz birinchi o'rinda fermer bo'ldi. Chunki fermerlik qilishimiz kerak edi, ovqatni qayerdan olamiz axir? Bitta fermer xo'jaligi qurdim. Mana fermerning uychasini qurib, bunga fermerni nima qildim? Birlashtirib qo'ydim mana. Fermer chaqiraman, mana bu opachamiz fermer. Buni qarang, yelkasiga narsalar olib, maza qilib ishlab yuribdi. Bu kishi fermer, ammo fermerga yer berish kerak ekan. Keyin uyimizning orqa tomonidan 5-levelli katta 5 ta yer qurdim. Mana 5 ta yerimiz bor va bunisiga bug'doy ekilgan, bunisiga ham bug'doy ekilgan. Mana bunisiga o'rtasiga bitta boshqacha o'simlikni ekishga buyurgan edim, hali ekmabdi, chunki urug'ini bermadim ekishga. Shunaqa. Mana fermerimiz ishlab yuribdi maza qilib. Fermer bug'doyni o'rgandan keyin ikkinchi o'rinda nima qurdim? Fermer atta bug'doy yetishtiradi, bug'doylarni olib kelib, bu yoqqa soladi. O'zini inventariga oladi yoki qayergadir olib boradi, xullas. Endi undan keyin novvoyxona qurdim do'stlar. Novvoyxona. Okay, let's get started. Novvoyxonada nima yetishtiryapmiz? Mana ko'rishlaringiz mumkin, o'sha tortchalarni pishirib qo'yibdi. Novvoyxonada mana bundan ishchimizni chaqiramiz. Mana bu kishi novvoyimiz, Dash degan amaki. Bu kishi nima qiladi desalaringiz, bu mana non pishiradi, har xil tortlar pishiradi, shunga o'xshash narsalarni pishirib tayyorlaydi. Endi tayyorlagan narsani bu qayerga olib borib beradi? Bu olib borib bermaydi.
Bu masjidga qo'yib qo'yadi. Keyin bunday qarasam, aholi ovqatimiz bor, non tayyor bo'lyapti, fermer ishlayapti, lekin aholi ovqat yemayapti-da, hali ham ovqat yo'q. Ha, bilsam do'stlar, ularda ovqat yeyish uchun bitta restoran kerak ekan. Va mana bunaqa restoran qurib berdim. Mana bizning restoranimiz. Mana tashqarida ovqatlanadigan stollari bor, ichkarida ovqatlanadigan stollari bor. Juda bir ajoyib restoranimiz bor mana. Mana bu kishi oshpaz, oshpazimizning ismi Charles. Okay. Charles amaki zo'r oshpaz, qo'li shirin. Bu kishi oshpazlik qiladi. Keyin oshpazni narsalariga qarasam, mana menyusini ko'rishlaringiz mumkin. Mana menyusiga pishirilgan go'shtlardan qo'yib qo'ydim, chunki qo'limizda bor narsa faqat o'sha edi. Va bular keyin mendan kuryer so'radi. Ya'ni mana bu kishi ovqat pishiradigan amaki resurslarni o'ziga olib kelishi uchun yoki bu kishi Novvoy amaki fermerdan resurslarni olish uchun o'zi bormas ekan. Bizga kuryer kerak ekan. Keyin bo'pti dedimda, bitta kuryerni uychasidan qurdim. Mana kuryerimiz uychasi. Kuryerimiz uychasi mana bitta ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Bu kishi kuryerimizni hozir chaqiramiz. Mana o'ta chaqqon bitta ukamiz bor, ismi Kedin, zo'r bola. Chaqqon ishlab, undan bunga yugurib kuryerlik qilib yuribdi, lekin bizga bitta savoli bor ekan. What's it today, man? Clipboard bersang zo'r bo'lardi, deyapti. Clipboard berish kerak ekan, bu ishlolmayapti ekan. Qiladigan ishlari ko'pligidan yozib qo'yish uchun unga bitta notebookcha berishim kerak. Yozadigan qog'ozcha. Kuryer berdim. Shu bilan do'stlar, sekin ishimiz boshlandi, ovqatlanyapti, odamlar mazza qilib restoranda dam olyapti, kuryer narsalar tashiyapti. Vashi zo'r. Undan keyin o'zim qiziqib, sekin shahrimizni kattalashtirdim. Birinchi o'rinda mana bu kutubxonani qurdim. Kattalashtirish uchun mana kutubxonamizda asosiy ishchisi bu yerda. Kutubxonamizda ishchi yo'q. Kutubxonada ishchi menimcha kerak emas. Shunchaki maza qilib kitob o'qib yurishdi xolos. Undan keyin mana buni qurdim. O'lgan mana bizni bu hayotdan tark etgan fuqarolarni xotirlash marosimi o'tadigan joy. Ajoyib joyda. Mana bu otni ham qo'lga o'rgatdim. Ot bilan aylanib yuraylik. Undan keyin bu kuryerdi uyi, bunisi kutubxona, mana bunisi do'stlarim, blacksmith. Bunisi bizni nimamiz? O'sha ishchini chaqiraylik, mana bu kishi. Sara degan opa bu kishi nima qiladi? Narsalar eritib, qurollar yasab beradi. Qurol yasovchi opa u kishi. Hozir ketishyapti. Undan keyin mana bu ikkita bino, bular qo'riqlovchi binolar do'stlar. Bu yerda o'sha soqchilar qo'riqlaydi shaharni, o'shanaqa ikkita bino. Va mana bu yerda bitta uxlab turaylik. Bosqinchilar keldi. Westdan kelibdi. To'g'ridan bosqinchilar kelibdi do'stlar. Bosqinchilar kelibdi, toz bosqinchilarni. Amalaylik. Bolalar! Voy, reyd boshlandi. Bosqinchilar kelgan. Bosqinchilarga qarshi men bitta narsa qurib qo'yganman. O'sha yerga boraylik. Hali sizlarga ko'rsatadigan narsalarim juda ham ko'p. Restoranni ko'rdingizlar. Davay, askarlar hamma tayyorlansin. Bosqinchilar keldi. Men bu yoqda ish bo'lmas. Bu ham kvartira. Yana kvartira bor ekan. Kvartiralarimiz ko'p ekan. Bosqinchilarga qarshi turadigan binomiz qani mana ekan. Mana bu katta bino barracks deyiladi. Ya'ni bu yerda hamma nimalar to'planib strategiya qiladigan joy. Buni ishga olib bo'lmayapti do'stlar. Reyd boshlandi-ku axir. Reydga qarshi bizga soqchilar kerak. Soqchilarni ko'paytirishimiz kerak. Nechta reyd? Voy, bularning ko'pligini qarang. Bularga qarshi chiqa olamanmi? Oh my god, kelishdi-yu. Devorlardan oshib kelishyapti, mana buni qarang. Bo'pti, kellaring. Bitta solamiz hammasini. Boshqa iloj yo'q. Aholini himoya qilish bizning burchimiz do'stlar. Askarlar, golemlar ham nargi tomonda. Kellaring. Ol. Ma. Yaxshi. Voy, otadigani ham bor ekan. Ular bilan men ko'chada urushgandim. Soqchilar, askarlar, iltimos, kelinglar bu yoqqa. Hozir hammani o'ldiradi bular. Voy. Kamonimmi bo'lganda zo'r bo'lardi-da. Reydchilar keldi. Hamma aholi kiratiga yotib olgan, yashirinishgan, ya'ni uylariga yashirinishgan. Bularni men
qanday o'ldirish bilaman. Soqchilar chiqinglar, davay. Menga yordam kerak. Askarlar. Hamma tayyorgarlik ko'rishni boshlasin. Golemlar bu yoqqa kelinglar, golemlarni qarang. Jang bo'lyapti. O, yaxshi, ikkitasi o'ldi. Meni qurolim uzoqligi yetmayapti. Hozir men golemga o'ldiraman. Ikkita qoldi. Yaxshi, askarlarimiz anchagina kuchli ekan. Davay bolalar, menga yordam kerak. Yes. Do'stlar, himoya qildik. Askarlarimiz ancha kuchli ekan, o'ylagandan ko'ra. Yod tashlashdi. Qo'yma. Ammo kasal bo'lgan bo'lishlari mumkin. Mayli. Xullas, bu raidni ham qaytardik. Undan keyin qurilgan narsalar. Men sizlarga qurilgan narsalarni bir chekkadan ko'rsatib o'taman. Bu blacksmith, ya'ni tushuntirdimmi? Qurollar yasab, narsalar eritib, shunaqa qiladigancha. Keyin mana bu yerda, mana bu uycha, mana bu opamiz, Romina degan opamiz, bu o'rmonchi. Daraxtlar kesib, daraxtlardan yasaladigan narsalar qiladi va bu kishiga men daraxtlar ekib berganman mana. Nimagadir ishlamayapti, buni ham hali ko'ramiz. O'zini ishini qilmayapti. Bu kishi daraxtchi. Bu quruvchining uychasi, buni ko'rsatdim. Mana buni orqasida bizni eng zo'r ishchimiz bor. Bu MVP, ya'ni eng kuchli ishchimiz bu. Nomi ham zo'r, Kristal. Opacha. I'll take care of it. Zo'r opacha, faqat bizdan spruce slab so'rayapti. Menda u narsa yo'q opa. Bu kishi mine qiladi va qaranglar nimalar qilib tashagan. Buni qurgan paytim mana shu prosta shunaqa edi. Men bu qismi teshiq emasdi, hatto teshigan emasdi-da. Opa, qaranglar qanaqa darajaga olib chiqqan buni. Buni yergacha qazgan. Birinchi levelni qo'ygan, mana level 0, 0-level degan. Yana qazgan va mana bu to'ldirish ishini olib boryapti ekan. Shunaqa qilib pastgacha qazib ketadi. Mana shunaqa opa bu, miner opa. Bu yer mining qilinadi. Buni qurdim. Keyin yana ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa. Men bunisini keyin aytaman. Bularni aytdim, bular kvartira. Va mana bunisi bor. Bunisi maktab. Bu yerda Kole degan nima bor? So, what will it be for you? Amaki bor. Bu kishi o'qituvchi. Hi! Va o'qituvchini nimaga o'qituvchi qilganman? Chunki knowledge skill'i 7, intelligence esa 8. Intelligence 8, knowledge 7 bo'lgani uchun buni o'qituvchi qilganman. Afsuski o'quvchilarimiz yo'q hali. O'quvchilar kelib mana shu maktabda ta'lim olishadi. Bu maktab. Va maktabda shundoqqina yonida kvartiralar, yashovchi joylar va maktabda shundoqqina orqasida universitet bor. Mana bu joy do'stlar universitet. Mana katta universitet, bu yerda bular mana studentlar bor, ta'lim olishyapti hammalari va buni eng katta dekani o'qituvchimiz. Ismlari bu yerda nimalar bor? O'qituvchilardan tashqari researcherlar bor mana. Ular ko'pchilik. Nechta 4 tami shunaqasi bor. Ular ekspeditsiya olib borib, narsalarni o'rganib, tatbiq qilishadi. Shunaqa bu yer universitet. Universitetdan yo'lakcha qilib qo'yganman. Mana bu yer shahrimizga kirish darvozasi bo'ladi. Universitetimizni bu yog'ida yana bitta akademiya bor. Bu Combat akademiyasi. Ya'ni bu akademiyada jangchilar tarbiyalanadi. Mana jangchilar shug'ullanadi. Shunaqa akademiya qurganman universitetimiz yonida. Jangchilarda tayyorlanadigan akademiyasi. Bu akademiyaning shundoqqina yonida esa archery, ya'ni kamonchilar yashaydigan uy bor. Kamonchilar qo'riqbonlik qiladi. Afsuski kamonchilarimiz yo'q nimadir. Bilmayman nimaga, ammo kamonchilarimiz yo'q. Bu yog'i ham yana ikkita o'sha kvartira va men bu narsani hozir aytdim, ko'rsatdim. Mana shu butun boshli katta binoni o'zi barracks deb ataladi, ya'ni jangchilar, soqchilar, askarlar va spy. Spy nima degani? Xullas spy degani. Shpionlar, to'ppa-to'g'ri. Ana shu shpionlar mana shu yerda dam olib, mana shu yerda to'planishadi. Mana shu yerdan ishlarni bajaradi. Shunaqa. Hozir mana ko'rishlaringiz mumkin ishchilarda. Bu yerda qo'yadigan ishchilarimiz unchalik ham yo'q. Ishchilarimiz kam xullas, askarlarimiz kam. Shunaqa katta bino. Askarlarda alohida binosi. Bu yer esa nima qilinadigan tower.
kirish qismi, shahrimizga kirish darvozasi bo'lib xizmat qiladi. Undan keyin mana bu bino yana bitta himoya qiluvchi guard tower, ya'ni qo'riqlovchilar, askarlar dam oladigan bino. Bu yer esa yana bitta kamonchilarning binosi. Mana bu yer esa do'stlar, storage sistema, ya'ni bu yer shahrimizning omborxonasi. Kim nima topsa, kim nima ish qilsa, hamma narsasini mana shu yerga olib kelib tashlashyapti. Mana buni askarlar olib kelib qo'yishgan. Undan keyin misol uchun mana buni fermadagilar olib kelib qo'ygan. Mana buni ham mana voy, nazorat qilish. YX askarlar u mana boyagi miner opa hamma narsasini mana shu yerga kelib to'kyapti, qaranglar. Mana shu yerda to'planadi hamma narsa, mana inferium rudasi yoki mana bularni ko'rishlaringiz mumkin. Ikkinchi qavati ham bor buni. Ikkinchi qavatga ham narsalar kelib to'kishadi. Xullas, to'liq mana shu yerda to'planadi. Mana bitta ko'rishlaringiz mumkin. Mana o'ldirgan, xullas o'zlari to'plagan hamma yoqda mana shu yerga kelib solib qo'yaverishadi. Bu yer omborxona. Ishlayapti qisman, to'liq bo'lmasa ham sal-pal ishlayapti. Omborxona, universitetni ko'rsatdim, kutubxonani ko'rsatdim, maktab, omborxona, kvartiralarni ko'rsatdim. Kvartiralarimiz juda ham ko'p ekan. Mana bu yer restoran. Kvartiralar ko'plik qilyapti 25 ta odamga. Ularni olib tashab, o'rniga boshqa narsa quramizmi degan bir o'y xayollarim ham yo'q emas. Mana bu ikkita kvartira bo'm-bo'shda, bu yerda hech kim yashamaydi. Bu kvartiralar kerak emas. Chunki qaranglar, har bitta kvartiraga aslida men sanamadim. Misol uchun 5-levelli katta kvartiraga bitta kravat bor ekan. Xo'p. Bu yerda 1, 2, ikkita. Tepa qavatda 3 ta kishi yashar ekan. Endi past qavatda. Past qavatda 1, 2. Bitta kvartirada jami 5 ta kishi yashar ekan. Bu kvartiramizda 5 kishi, bu kvartiramizda 5 kishi yashasa, mana bu kvartirada yana 5 kishi. 15 ta bo'ldimi? Bu bilan 20 ta. Bu ham kvartirada chunki 20 kishiga uy bor uje. Endi bitta yana 2 ta kvartira, 3 ta kvartira borda. Qaranglar, mana 1, 2, 3 ta kvartira. Bitta o'zida 15 ta borda. Ya'ni ikkitasi ortiqcha. Bu ikkita ortiqcha kvartiradan tashqari yana mana bu opishta ham bor qo'shimcha. Bu 1, 2. Bu yoqda hech narsa yo'q ekan. 3. Bu 3 ta odam sig'diradi. Mana. Demak, 13 ta ortiqcha joyimiz bor. Undan tashqari meni bilishim bo'yicha, mana bu barning tepasida ham uxlaydigan mehmonxonachasi bor. Ikkinchi qavatiga chiqib ko'raylik-da. Uni ikkinchi qavatiga qanday chiqardi lekin? Menimcha ichkaridan-da. Xo'p. Buni xullas ikkinchi qavatida bunda ham uxlaydigan joy bor-da. Mana bundan chiqar ekan. Orqa tomondan chiqsalaringiz, mana bitta ko'rsa bo'ladi. Barimizning tepasi aslida mehmonxona. Bu yerda 1, 2, 3, 4 mana 4 kishi uxlab yotibdi. Demak, jami hisobda 17 ta. 17 ta ortiqcha joyimiz bor. 3 ta kvartirani olib tashlasak bo'ladi, bemalol. Mana bundan narigi 2 ta kvartira bilan mana bu opishdan olib tashlasak bo'ladi. Yoki bu 2 ta kvartira bilan buni olib tashlasak, bu ham kvartirada, chunki 3 ta kvartirani olib tashlasak, yana joy ochiladi, nimadirlar qursak bo'ladi. Xullas, ana shunaqa shahar. Undan keyin devorlar bilan o'rab chiqqanman. Devorlarni ikkita burchagiga binolar. Mana bitta qo'limdan kelgancha yo'lak qilishga harakat qildim, lekin unchalik ham o'xshata olmadim. Mayli, boriga baraka. Shunaqa yo'lakcha. Shu hozircha do'stlar qilgan ishlarim, ana shunaqa bir katta shahar qurib yubordim, ishlayapti. Va bizdan narsalar so'rayapti. O'zini ishini qilish uchun har bitta ishchi fermer haligi tirna so'rayapti. Tirna deydi biz tomonda. O'zini ishlaydigan moslamasini, kuryer, bloknot so'rayapti. Shunga o'xshash hamma har xil narsalar so'rab turibdi. Endi mana obzorni ko'rib bo'ldingizlar do'stlar. Obzorda o'ziga ham yarim soat vaqtimiz ketdi. Nima qilamiz? Nima deb o'ylaysizlar? Shuni shundoqligicha qoldiramizmi yoki anaqa qilamizmi? Boshqatdan noldan quramizmi? Nima deysizlar? Shuni misol uchun mana bu bratan kristal. Bizni nimamiz? Minerimiz. Qazuvchimiz. Qo'liga go'shtlarni olib maza qilib yuribdi. Faqat uni ishini bajarish uchun slab kerak. Slab berishim kerak men. Yasab. Shunaqa gaplar. To'g'rida yana kimgadir nimadir kerak. Gaplashib hammasi bilan mana shu shaharimizni davom ettiraveramizmi yoki boshqatdan noldan quramizmi? Kommentariyada fikrlaringizni kutib qolaman do'stlar. Bu qarorni sizlar qabul qilinglar. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham men hozir MES sistemani boshlab qo'ymoqchiman. Agar ko'chamiz desalaringiz, kommentariyada davay ko'ching, noldan qiling mana shularni
deb aytadiganlar ko'p bo'ladigan bo'lsa, MES sistemamiz bo'lganda ko'chishimiz oson bo'ladi. Boshqa bitta tekisroq joyga ko'chib, mana shu ishlarni noldan qilib boramiz. Agar yo'q, davom eting desalaringiz, mana bu yerda davom etaveramiz. Ya'ni asosiy chapterni qaranglar. Hali birinchi chapterda uzoqqacha siljimadik. Birinchi chapterning o'zidamiz. Kelib qolgan joyimizdamiz. Hatto o'sha olmos topgan joyda qolib ketganmiz. Boshqa hech narsa qilmadik. Boshqa worldlarga o'tmadik. Undan tashqari bu modda qaranglar, Bumble Zone degan dunyo bor. Ether degan dunyo bor. Kataklizmning o'zini dunyosi bor. Deeper Darker. Xulos 1 2 3 4 5 6 7 8 yashab turgan joyimiz bilan 9 xil dunyoga borib ishlar qilib kelsa bo'ladi. Vobshe zo'rda. 9 dan tashqari aslida 12 13 ta bo'lib ketadi hali yana. Teleporter olgan bilan. Shunaqa narsalarni ham yo'lga qo'yib ketaversak ham bo'ladi. Fikrlaringizni kutaman do'stlar. Kommentariyada fikrlaringizni kutaman. Abzorda aytmagan ikkita narsam. Birinchisi mana bu narsa. Abzorda aytmagan, ayo buni aytdim, bu maktab-ku, maktabcha. Mana bu narsa. Bu bog', dam oladigan joy. Bu yerda mana o'tirib, stulchalarda nimalar, qishloqdagi insonlar dam olib, shunchaki orom olishadi. Shunaqa bir prosta bog'cha, daraxti yo'q, oddiygina bog'cha. Endi mana bunisi esa Waystone. Aynan qishlog'imiz o'rtasiga qo'yilgan Waystone va uni atrofini chiroyli qilib bezatib qo'yganman. Shunaqa. Do'stlar. Da. Ana, hamma narsa ishlayapti, hammasi joyida, hammasi zo'r. Ammo resurslardan o'ta kamchilik. Kuchukchamni chetroq qo'yib qo'y. Hozir sizlarga qo'limizda nimalar borligi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tay. Bu ikkita yashik ichida nimalar borligini bilasizlar. Redstone bor, qazganman. Buni ikkinchi bo'limda olib kelganman. Mana shu ikkinchi bo'limda olib kelgan hamma narsam turibdi. Boshqa hech narsa qo'shmadim. Qo'shilgan narsalar mana bunaqa ko'p temirlar bo'ladi. U temirlarni mana bu fabrikamiz ishlab bu yoqqa solgan. Fabrikamizdan chiqqan narsalar hammasi. Undan tashqari mana barrel ham to'lish arafasida do'stlar, qaranglar. Mana o'shaning uchun MES sistema qilmasak, holimizga voy. MES sistema qilmasak bo'lmaydi. Hozirgi bugungi bo'limni MES sistemaga bag'ishlaymiz nasib bo'lsa. Bunga slab keyin beraman. Hozir berishga vaqtim yo'q. Shunaqa gaplar. Shaharchamiz. Shahrimiz desam bo'ladi. Bu askarlarni qo'riqlaydigan binosi. Bu ham ikkinchi darvozamiz. Ikkinchi darvozamiz ham ochiladi, faqat buni yuradigan yo'li yo'q. To'lib qolganda ikkinchi darvoza ham ochiladi. Mana bemalol. Shunaqa. Bitta narsalar bor. Menimcha anvil ham bo'lsa kerak ichkarida. Yo'q, anvil yo'q ekan. Okay. Lekin blast furnace bor ekan, oddiy furnace bor ekan. Ustaxonalari bor, xullas narsalari bor. MES sistemani boshlaymiz bo'lmasam. Qancha vaqt oladi bilmayman. Bu bo'lim uzoqroq bo'limga bo'ladiganga o'xshayapti, chunki abzorda o'ziga yarim soatdan ko'p vaqtim ketdi. Endi MES sistemani qayerda qilamiz degan savol bor. MES sistemani kasalxonaning oldida qilamiz. Kasalxonaning oldida qilamiz. Uning uchun birinchi o'rinda biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa. Manbalarni musorga tashlaveraylik. Baribir normal sovg'a bermaydi. Queer opmiz, ichida o'qlari bor ekan. Qo'yili. Bu o'zimniki ekan. O'zimni narsalarim, okey. Kamon topsak o'sha o'qlarni ishlatamiz. Hozir birinchi o'rinda biz nimaga borib kelishimiz shart va zarur do'stlar. Menga kerak bularni tashlaydi. Obsidian kerak bo'ladi. Xo'p. Soyabonimizni olaman o'zim bilan. Keyin soyabonimizni qo'limga olaman bunday qilib. Undan so'ng temir kerak bo'ladi. Redstone kerak bo'lmaydi. Olmos kerak bo'ladi. 44 ta olmosimiz bor. Buni ham ikkinchi bo'limda qazib kelgan edim. Undan so'ng flint kerak bo'ladi. Hozir birinchi o'rinda nima yasaylik? Nomi nima edi? Mana bu narsadan yasaylik. Olov qiladigan flint and steel degan narsadan yasaymiz. Undan keyin xolos nezerga o'tish arafasidamiz do'stlar. Bu backpackimiz bor. Backpackimiz ichida ham narsalar bor, ko'rishlaringiz mumkin. Nezerga o'tish arafasidamiz. Nezerga o'tishdan oldin backpackimizda temir backpack qilib olishimiz kerak. Mana bu orqamizdagi backpackni. Uning ichida ham to'la resurs. Voy.
Tak, bu resurslarni ham bu yoqqa tashab turib hammasini joylashtiraylik, ha. Email sistema qilmasak bor-ku, qiynalib qolamiz. Do'stlarim. O'ta qiynalamiz. Xo'p, Netherga borishga hamma narsamiz yetarli bo'ldi. Undan keyin Diamonddan nimalar craft qilishimiz kerak? Armorlar. Misol uchun, mana bu narsa oyoq kiyim. Mana qaranglar, armor. Mana bitta bosh kiyim. Bitta oddiy kiyim. Va bitta ishton. Olmosdan craftlaylik bularni. Keyin egnimizga kiyib olaylik. Ana. Undan so'ng bu narsalarni bu yoqqa tashlaymizda. Bitta kravat qo'yishimiz kerak. Kravatimiz yo'q. Kravat nega kerak usta aka desalaringiz, uni bilasizlar nega kerakligini. Spawn point qo'ymaganman. Ana shu spawn pointni qo'yishimiz uchun bitta kravat yasab ustiga belgilab qo'yishimiz kerak. Shuncha kravat bor, o'shani belgilasangiz bo'lmaydimi deyapsizlar. O'zimniki bo'lishini xohlayapman-da. Mana. Spawn point qurildi. Endi yog'och turaversin, yog'och kerak bo'lib qolishi mumkin. Junni qaytib tashlaveramiz joyiga. Netherga borganimizda mana bularni tuzatishimiz kerak. Tuzatishimiz uchun qaranglar. Hozir backpackimizni o'rniga bunisi backpackni taqaylik. Bu backpackning ichidan narsalarni olaylik. Bular to'la narsa ekan u. Bizda copper backpack bor. Mana anvil bor keyin mana. Anvilni mana pastga qo'yib turib bunday qilsak va bitta bu bilan bitta olmosga menimcha. Bu yo ikkita olmosga ekan. 3 ta olmosga hatto. Bu tuzaladi. Mana. Va bunday qilsak, buni ham tuzatib olaylik narsalarimizni. Juda ham chiroyli. Tugadi. Ana endi backpackimizni kattalashtiraylik. Backpack deb yozamiz. Backpackimizda bizda copper backpack bor. Temirga o'zgartirishimiz kerak. Mana copper bor. Oddiydan copperni skelet o'ldirib olganman. Temirga o'zgartirishimiz kerak. Temirga o'zgartirish uchun copper backpackni o'rtaga qo'yib, atrofini temir bilan o'rasak bo'ldi ekan. Okay. Bunday qilib temir backpack. Temir backpackga copper backpack yetmayapti. Bor-ku mana. Bo'pti, copper backpack. Bunday. Mana. Temir backpack bo'ldi. Juda ham chiroyli. Ana endi oltin backpack qilish uchun temirni atrofini to'liq oltin bilan o'rash kerak. Buni oltin backpack qilamiz hozir. Eritilgan oltinimiz bitta 7 ta bor ekan. Menimcha ko'p edi-da. Mana 20 ta. Oddiy oltin rudamiz 13 ta bor. Oltinimiz kam ekan do'stlar. Ketishda bitta uxlab olaylik. Da. Ana endi temir backpackni o'rtaga qo'yib, atrofini oltin bilan o'rasak, oltin backpack bo'ladi. Endi oltindan diamondga o'tish uchun xuddi shu ishni diamond bilan qilamiz. Va diamondimiz 8 dona qoldi. Diamond tugadi. Desa ham bo'ladi. Backpack diamond bo'ldi. Bu yog'i nether nezerit yo'q bizda. Menimcha bo'ladi diamond ham. Diamond ham yaxshi deb o'ylayman. Oddiy backpackimizda mana buni qarang. Wow, bu jonimizni oshirar ekan. Buni bekor diamond qilibman-ku. Mana bu backpackimizda narsalari bo'lgan ekan, jonimizni oshirar ekan, knockback resistance berar ekan. O'zimizning backpack yaxshiroq bo'lgan ekan. Bo'pti, keyinchalik o'zimizning backpackni upgrade qilib shuni taqamiz. Hozircha ana o'qimay turamiz. Indamay turamiz. Endigi navbat, endigi reja. Temirni ham bu yoqqa tashlab, flint ham endi kerak emas. Qalqon qo'limizda bor. Aslida-chi
Xo'p, bizda mana bu upgrade bo'pti. Upgrade qilaylik. 2 ta. Yo'q, 5-levelgacha chiqdi. Bu nima qiladi? Miningni oshirar ekan. Wow, miningni tezlashtirib tashlar ekan. Rahmat. Netherga borishimiz kerak edi. Backpackimizga mod qo'yish kerak. Qaranglar. Backpackimizga magnet modini qo'yishim kerak birinchi o'rinda. To'g'ridan-to'g'ri backpackga keyin filtr qo'yishim kerak. Magnet qo'yamiz, filtr qo'yamiz. Ovqat qo'yamiz. Backpackimizda ovqat tursa, o'zi bizga yedirib turadi hamma narsa. Keyin pickup, magnet bo'lsa pickup kerak emas. Va mamnaqasidan qo'yishimiz kerak. Stack tier, stack modini qo'shishimiz kerak. Backpackimizga stacklarni ko'paytirishimiz kerak. Uni ham olmosgacha chiqaramiz. Menimcha olmos staki haddan tashqari ko'p bo'lib ketadi. Ikkinchi tier ham yetadi bizga. Ko'p tier kerak emas. Shu bilan menimcha bo'ldi. Void upgrade обязательно. Demak, backpackimizga 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. Aslida 5 ta. 5 ta upgrade sig'adimi? 1, 2, 3, 4, 5. Как раз 5 ta bor ekan joy. Mana shu 5 ta joyda sekin to'ldirishni boshlaymiz nasib bo'lsa. Birinchi o'rinda filtr voiddan boshlaylik. Void mana. Voidga uni advanced kerak. Advancedga okey. Oddiysi kerak. Oddiysini yasash uchun upgrade baza kerak. Upgrade bazani yasashga hech narsani yo'q deyapti. String, temir hamda teri. Menimcha bizda bular bor. String, temir va teri. Temir misol uchun ko'p. Eritilgan oltin va olmoslarni ham olamiz, kerak bo'lib qoladi hozir. Xo'p. Hozir mana shu eritilgan oltinni so'raydi bizdan. Agar oltin bo'lsa, mana oltinning staki ko'p ekan. Mana shu oltinlarni men hozir eritishga qo'ydi tezda. Temir pechkamiz bormi-da? Ikkita temir pechkamiz bor ekan. Hammerimiz ham bormi? Hammerimiz ham bor ekan. Teri 9 ta bor ekan. String ko'p ekan. Bitta yana teri bor edi menimcha. Yo'qmi-da? Qaraylikchi, teri ko'rsak, hamma narsa palaparish bo'lib ketgani yomonlar bor. Lekin iloji yo'q. Yeni sistema qilsak hammasi zo'r bo'lib ketadi-yu. Boshqa teri yo'qmikan? Ehe. 9 ta teri yetmaydi-yu. Eritilgan oltin, ko'mir, blast furnace, teri yo'q bormi? Okey. Borini qilamiz. Xo'p, blast furnace-ni bitta qo'yaylik. Keyin ikkita pechkani ham bittadan qo'yaylik. Hozir tekshirib ko'raman-da, buni eritsa bo'lar ekan. Qaysi biri tez eritadi, shuni tekshirib ko'ramiz. Hammasiga hammerimiz yetmay qoldi. Hammer yana bitta yasaydi temirdan. Bitta iron block. Yana bitta iron block bor. Yana bitta iron block yasab turib. Buni bu yoqqa, stick. Stickdan ham olaylik o'zimizga. Hammer. Hammer bilan mana oltinni ham bunday qilamiz. 2,5 stack oltinimiz bor. Endi 26 tasini bunga va 4 ta ko'mir bunga. Qaysi biri tez eritadi ko'ramiz-da. 3 ta ko'mir bunga. Bo'pti, 4 ta ketdi. Va 2 ta ko'mir bunga. Bu vashi zo'r ekan. Bu tezroq ekan do'stlarim. Bu degani mana buni ham shunday qilamiz degani. Yana ko'mir bormidi bizda? Menimcha ko'mirim ko'p deb o'ylayman. Mana ko'mir.
Ko'mir ko'pmas ekan, ko'mir yo'q ekan. Ko'mir yo'q ekan. Okey. Ular ertaversin. To qo'lidan kelgunicha. Ana endi craftingni boshladik. Magnit. Magnitdan boshlaymiz. Magnitga oddiysi kerak. Oddiysiga bu, bunga esa pickup upgrade. Pickupga esa upgrade baza. Bazaga esa plank. Okey. Kechirasizlar. Yog'ochni Hop, upgrade bazaga mana bunaqa narsa kerak deyapti-yu. O'rtasiga yana nimadir qo'yish kerak edi-da. Pickup upgrade. Mana. Buni oldim. Okey, bu bor. Endi bundan foydalanib pickup upgrade'ni mana bunisidan yasasam bo'ladimi? Yo'q, bunisidan kerak deyapti. Bundan yasasam bo'ladimi? Yo'q, mana bundan kerak deyapti. Bundan-chi? Redstone bilan sticky piston. Sticky pistonni qanday yasaladi? Slime ball bilan piston. Pistonni qanday yasaladi? Temir, ay onajon. Iltimos, tinch qo'yinglar. Cobblestone kerak ekan. Slime ball ham kerak ekan. Slime ball 3 ta bor ekan bizda. Tak, olmos bor ekan, yana 5 ta. Redstone va cobblestone. Cobblestone yo'qmi? Mana bunda bor edi, minerda bor. Minedan olamiz nashta. Qayergadir solib qo'yganda cobblestonelar. Mana. Cobblestone. Okey. Qiynalamiz shekilli. Hop, pickup upgrade oddiysiga bundan, bunga piston. Pistonga hamma narsa bor. Bitta piston yasa. Buni ustiga slime ball qo'yib sticky piston yasa. Pickup upgrade bunga bunisidan, bunga oddiysidan mana. Pickup upgrade yasaldi. Ana endi magnitga. Hop, magnitni bunisiga oddiyrog'i ham bo'lar ekan. Mana oddiyrog'iga nima kerak ekan? Pickup mana. Bizga lapis bilan ender pearl kerak deyapti. Bitta lapis, bitta ender pearl. Ender pearl bor. Bitta uxlab turaylik-da. Ender pearl menda bor do'stlar. Uni yashiklardan topganman. Sayohat qilish orqali. Lapis ham bor, qazib kelganmiz. 45 ta lapis bor. Ender pearl 4 ta bor mana. Magnit oddiysi pickup bilan ishlanadigan mana. Chiqdi. Endi magnitni oddiysiga hamma narsa bor, magnit moda. Va magnitni yaxshirog'i mana chiqdi. Yasadik. Advanced magnet moda yasaldi. Bu tayyor. Endigi navbat oltilarimiz eridimi? Ko'mir tugab qopti. Bunda ham ko'mir tugab qopti. Bunda ham bittadan qolib ketibdi hammasida. Bo'lmasam beringlar. Mana o'zi amallaydi. Mana. Endigi navbat magnit yoniga bitta void upgrade. Mana void upgrade. Void bunaqasiga upgrade baza. Upgrade bazaga hamma narsa bor. Mana void upgrade'ga oddiysiga hamma narsa bor. Mana va void upgrade'ni yasadik. Tayyor. Advanced void upgrade. Endi ovqat yedi stack. Davay stack yasaylik. Stackni oltin blok bilan o'raysan. Mana bu tier 1 stack kerak. Tier 1 ga upgrade baza kerak. Uni temir blok bilan o'raysan. Upgrade bazani olamiz mana. Temir blok bilan o'rab chiqish kerak ekan buni. Uning uchun 8 ta temir blok kerak. 6 ta yasadi. Ana 8 ta temir blok bilan upgrade bazani ulasang
stack upgrade bo'ladi deyapti. Birinchi shunda 128 tadan bo'ladi. Endi uni oltin blok bilan o'rasak. 7 ta bo'ldimi? Da. Mana shuni o'zini oltin blok bilan o'rasak, advanced stack bo'ladi. Stack tayyor. Endi bizga ovqat yediradigan kerak. Ovqat yediradiganni advanced qilish uchun oddiyrog'iga bunisiga qiyin ekan-ku. Oltin olma, oltin sabzi, ender pearl hamda glistering melon. Tarvuz yo'qda bizda. Tarvuzim bo'lsa qolgan hamma yoqda topsa bo'ladi. Hamma narsa bor. Sabzi bor. Olma bor. Olma bor. Tarvuz yo'q. Tarvuz bo'lganda zo'r bo'ladi. Tepadagi qishloqda yo'qmikan, ha? Tepadagi qishloq fermerchilari deyu. O'sha yerda yo'qmikan, bitta qarab kelayda. Tarvuz. Qani, qayerda ekkansizlar narsalarni? Ekib qo'ygan joylaringizni ko'rsatinglar menga. Oil bor ekan yaqinimizda. Bular fermerligini qayerda qilyapti? Mana bular chorvachi ekan. Bir katta fermerchi emas ekanda. Xo'p, bitta narsani sinab ko'ramiz. Agar so'chi mana bunaqa urug'larning ichidan tarvuz urug'idan topsam, aytaylik. Keyin o'sha tarvuzni urug'ini o'zim eksam va ekkan tarvuzimga bone meal degan narsa bor. Shundan bersam, tez o'sadimi yo'qmi? Tezlikda o'sadimi ekan, yo'qmi ekan? Ko'rishimiz kerak. Tarvuz urug'i aniq ko'rganman men. Eslashim bo'yicha ishtada bor. Qaysi biridadir bor-da tarvuz urug'i 100%. Qo'ylarda qarang, ha, bular chorvachi ekan. Tak, bu yerda emas. Bu yerda emas. Bu yerda emas. Bu tomonda ham chorvalari bor. Bu yoqda nima bor? Ekilgan narsalar yo'qligi yomon ekanda. Eritilgan temirlar bor, stek bor. Bo'ldi, boshqa hech narsalar yo'q bularda. Tarvuz. Palakati. Tarvuz yo'q, urug'i. Juda ko'p chiqdi oldimdan shu paytgacha. Hammasini musorga tashlab oldim-da men. Kerak bo'lmaydi deb o'ylabman. Oldimdan shu paytgacha juda ko'p chiqdi. Pastda ham ko'raman. Erinmayman do'stlar men. Men erinmayman. Agar zeriksalaringiz o'tkazib yuborsalaringiz bo'ladi shu joylarini. Men erinmasdan qidirib topaman tarvuz urug'ini. Kompyuterimdan chiqarayotgan ovoz uchun uzr so'rayman. Smoker. Cabbage. Da. Pomidor, karam. Shunga o'xshash narsalarda urug'lar chiqyapti-yu. Ananas urug'i chiqdi. Strawberry deydi. Okey, vatda ham ko'ramiz. Ko'raveramiz. Rozmariya. Xo'p, bitta.
barli, brokli. Bunisi. Karam, bodring, parsley. Endi bu tomonga. Bu tomon kompyuterchilarni uyi edi. Yashigida ham deyarli hech narsa yo'q edi. Da, okey. Mana bunisi tepadagi. Shuni ham ko'raylik, bo'lmasa keyin boshqa yo'lni o'ylab topamiz. Garlic, squash, zucchini, tomato, aranigo, yana tomato. Da, pepperoni, qulupnay, bolgarskiy, bodring, qalampir. Shunga o'xshash narsalar bor ekan, lekin buni ko'rmagan ekanmiz. Emerald. Olamiz bunimi? Divine Pearl olamiz. Arcane Essence olamiz. Tak, bo'ldim, boshqa hech narsa yo'q ekan. Tushunarli. Do'stlar, tarvuz urug'i yo'q. Afsuski. Tarvuz urug'i yo'q. Uni o'ylab ko'ramiz nima qilishda. Inventarimizni ham bir ko'raman. Inventarimizda bo'lsa agar. Hali kech, prosta yomg'ir yog'ayapti ekan. Buni sortirovka qilib bo'lmayapti. Inventarimizda yo'qligi aniq-ku. Nimaga qarayapman? Balkim olib kelgandirman degan bir umid bor, do'stlar, ilinj bor menda. Bu yerda yo'q. Fermerni uyiga qaraymiz. Fermerni uyida ham urug'lar yig'iladi. Ashtam bitta tekshiramiz. Mana inventarda balo ham yo'q ekan. Fields. Ishlayapti. Okidoki, tarvuz yo'q. Davay bo'lmasam tarvuz topsa keyin qilamiz-da. Ovqat yedirib qo'yadigan upgrade qila olmas ekanmiz hozircha. Unda void upgrade qildik, stack qildik. Pickupdan bu yoqqa qo'ydik. Ovqat beradigan endi filtr. Bitta filtrdan qo'ysak, filtrda oddiysiga mana bundan kerak, bunga bundan kerak, bundan qilsak bo'ladi. Mana. Hop, filtr. Mana. Hop. Bundan keyin maxsus advanced va tushunmadim. Qiziqarli. String tugab qoldi. Ikkita string yetishmayapti. Bu string menimcha shaharimizni nimasida bor? Ya, string mana. Millionta ekan u. Mana bu filtr upgrade ham bo'ldi. Endi backpackimizga hamma yoqda qo'yamiz cho'tka qilib. Вообще zo'r bo'ldi. Hoppa. Endi qo'rqmasak ham bo'ladi, xudo xohlasa. Endi Netherga ketaversak bo'ladi. Endi bemalol. Bundan tashqari soyabonimizga upgrade ketdi. Soyabonimizda qalqonli qismini upgrade qilamiz. Yana ham ko'p narsa oladigan bo'ladi. Chotki. Yashikka qolgan mayda chuydalarni tashlaveramiz backpackimizga. Buni solib qo'yamiz, buni solib qo'yamiz. Xo'p, yana kerak bo'ladigan narsa. Buni hozir ishlatamiz, buni ishlatamiz. Stick, planklarni solib qo'yamiz, bo'ldi. Qolgani ana unga ketadi. Yashiklarga ketadi. Da. Bunday. Tayyor. Biz Netherga ketishga tayyormiz. Nimaga Netherga borishga harakat qilyapmiz, do'stlar? ME sistema uchun. ME sistemaga Nether yulduzchalardan kerak ekan, haligi kristallar bo'lardi-yu, Nether kristallar. Ashundan kerak ekanda. O'shaning uchun. Endi bo'pti, hali kommentariyada aytasizlar, bu shahar qoladimi yo'qmi? Mana bu joyni, kasalxonamizni oldi qismini to'liq boshqa dunyolarga ko'chadigan qilmoqchiman. Agar
nima qilsak, mana shuni saqlab qoladigan bo'lsak. Shu shaharni saqlab qoladigan bo'lsak, kasalxonamizni oldini boshqa worldlarga, boshqa dunyolarga ko'chadigan qilaman nasib bo'lsa. Shunaqa rejam bor. Buni boshqaradigan paneli qani? Kvartirani boshqaradigan panel yo'qmi? Olib tashlasak bo'lmaydimi buni? Olib tashlasak zo'r bo'lardi-da. Boshqaradigan paneli yo'q ekan. Olib tashlash uchun qo'lda sindirish kerak ekan. Yo'q, shart emas. Olib tashlaydigan paneli qayerdadir bo'ladi baribir. Ketdik, mana shu yerdan boshlaymiz, bir chekkadan. Shu yerni boshqa dunyolarga ko'chish anons qilamiz, joya qilamiz. Yana bittamida? Da, shunaqa. Menimcha shuncha edi. Tayyor. Nezerga yo'lagimiz tayyor. Tirs. Endi let's go. Backpackga narsalarni o'zimiz bilan turaversin. Qani bismillah. Nezerga borib, Nezerni yulduzchasidan olib kelishim. Hozir borganda ham ko'rsataman. Kimta Waystone ham qo'yib qo'yish kerak ekan. Nega o'tkazmayapti bu? Nezerga o'tdik. Ajoyib. Keyingi safar voy. Bu apshi bo'lmag'ur joydan chiqardi-yu bizni. Nezer bo'lmaydigan joy bu, yoqmadi bu menga. Mana qanaqa ro'da. Benionit degan ro'da ekan. Soulstone. Xo'p, ketdik bir chekkadan bo'lmasam. Mamnun olamiz. Backpackga ketyaptimi? Backpackga ketyapti. Netherrack'da anonga qo'yib qo'yaman. Voidga. Bu yoqda ekan. Oldimi? Yo'q, olmadi. Juda ham go'zal. Netherrack'da olmaydi. Backpackimiz. Voy, o'ldik. Mana bunaqadan kerak, mana Nether quartz, ana shundan kerak bizga. Qochib urishaveraylik. Yaxshiroq ovqatdan topish kerak hali. Yiqilaring, orqaga ketlaring, yo'qol. Bo'ldi-ku. Hozir kuning ko'rsataman, sakaram. Battan vashsha uzoqqa ketib olishimiz kerak edi o'zi. Chiqadigan yo'lini to'sib qo'yishim kerak edi men bularni. Chiqolmaslik kerak ular. Qaytib ochib yordimi yo'lini? Jinlik qildimi? Nether quartz ko'pligini ya. Hozir qattandir sakrayman. Qarab turinglar. Hozir boplayman bularni. Yo. Bu yaxshi reja emas. Mana zo'r reja. No! Bu yoqqa. Yaxshi. Yaxshi. Uy. Rejani ahvolini qarang. Vapshe bo'lib ketdik. Bo'pti. Shatdan ham
Soulstone yig'amiz. Solium rudasi. Shatdan olib kelsak bo'ladi hamma narsa. O'zimizga kerakli. Backpackimizga olyapti hamma yoqda mana. Dimensional shard, Solium dust. Bo'ldi mayda chuydalar. O'tyapti. Soulstone-chi? Cobalt Soulstone mana buni olaylik. Inferium rudasi. Ashdan tepaga qarab ketaveramiz menimcha. Benionit qanaqadir yangicha rudalar. Mana nether quartz. Juda ko'p ekan. Ajoyib. Endi Soulstone-ni ham voidga qo'yib qo'yaman. Keyinroq faqat. Cobalt Soulstone. Tak, nechta nether quartz oldik? Faqat nether quartz chopmasam agar hozir sinib ketadi. Nether quartzdan 23 ta oldik. 23 tani 46 ta qilsa bo'ladi dastga aylantirib. Mana bitta ko'p ekan. Stop. Battan sekin tepaga suramiz bolalar. Battan tepaga suramiz. Yaxshi, o'lmadik xayriyat-e. Cho'chqani bolasi yurtdan atdi. Biz orqamizdan sakragan, ana o'lib ketgan, battar bo'lsin. Shunaqa bo'ladi. Biz orqamizdan sakragan u tasara ba'zilar lavaga tushgan, ba'zilar yiqilib o'lgan. Shunaqa bo'ladi biz bilan o'ynashgan. Faqat kelgan joyimiz qayerdaligi esimda yo'qda. Amalaymiz, ha? Bir amalaymiz. Ishdan qochib keldik ulardan. Va shu yerda nether stone bitta. Nether quartz. Xo'p. Yana ya. Piglinni bolasi. Qayerdan kelyapti bular? Tinchgina qazishga qo'yinglar. Yana qayerdan keldi? Yana bittasi keldi bular. Zombi piglin ekan. Yaxshi. Men bu yerda, iltimos. Yashashga qo'yasizlarmi, ha? Voy, bular ko'pay. Qayerdan shuncha? Voy, onasini yemsan. Hozir ko'zingga ko'rsaman seni. Orqamdan keldi. No. Bo'pti, kellaring. Kel, sakralaring. Mana men. Kim eslan? Har qanday chiqasan ekan batta. Marazlari. Oh! What? Nima bo'ldi? Xo'p. Ke? Yo'q, yozib qo'yaradi yana. Bola. Maqlamiz ham bularga qarshi.
Ko'pligini qarang, buncha ko'p bular. Yaxshiroq qurol bilan kelish kerak menimcha. Ehe. Voy. Yaqinlaring marazlar. Okey, voy. Nima bu? Shu yerda nether quartz bor edi. Bo'ldi, qochdim. Kelgan joyimizni qidirib topish kerak endi. Palakat. Hozir eslab ko'rishga harakat qilaman. Teparoqdan faqat. Xo'p. Ko'rinmayapti-yu. Xaritani ochaylikchi. Qaydadir o'zi xaritada ko'rsatsa kerak-a? Birinchi chiqqan joyimiz. Agar mamutlar ham ochilgan bo'lsa, demak, mana bu atrofdan chiqqanmiz-da. Ya o'zi menimcha ustida turibmiz. Shu yaqin joydamiz menimcha. Bu nima? Strider ko'rmadik. Demak. Xo'p, buni ochaylikchi. Bunda ko'rsatadimi? Oh my god. Wow. Nima qildik endi? Qayerdaligimizni yodimdan chiqarib qo'ydim men. Xaritaga belgilab qo'ymaymanmi men ham? Kallam ishlamaydi-da. Xo'p, bu yer lavali chuqurmas. Da, qidirib topamiz. Bolalar nimadir qilamiz, xavotir olmanglar. Men topaman uni. Men uni topaman. Hech ham xavotir olmanglar. Boshimizga yopishib turgandi-da. Mana devori. Boshimizga yopishib turgan edi. Mana yerdan men chiqdim. Qaranglar, mana yerdan tepaga chiqdim va bu tomonga yurishim kerak edi, chunki o'sha tomondan qochib kelganmiz. Bu yerdan qochib keldik. Sakrab o'tdim. Qayerga borishimni bilmadim. Mana yerdan menimcha tepaga. Menimcha shu yerdan tepaga bo'lish kerak, katta ehtimol bilan. Da, ketdik ko'ramiz. Ko'raveraylik, bizdan nima ketadi, to'g'rimi? Bekaksimizdan sinib ketishi mumkin, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Voy, jinlik. O'tadi deb o'ylabman-da, qayerdan-da? Xo'p. Mana bu yerda pekling ko'rdim, mana. Bu tomon emas lekin, aniq bu. Bu bilan urishdim, chiqiboq. Spawni bor ekanda bularda. Olaveraylikchi. Qaytib ketishim kerak meni, loyla. Nimadir qilib qaytmasam bo'lmaydi. Yana tushib ketdim. Qanday qaytdik endi? Qayerda edi u? Palakat. Shu joylarni menimcha o'tkazib yuboraman. Hali ko'p qidiraman deb o'ylayapman. Ko'ramiz-da. Xullas, do'stlar, topganda ko'rishamiz. Topganda ko'rishamiz. Nima sarguzashtlar kutadi? Balkim o'lib ketsam ham ko'rsaman o'sha joylarni.
bo'lib ketsa ham ko'rsam xavotir olmaydi. O'rtoqlar, topdim. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Vashsha qiynalib ketdim, lekin o'lmadim. Upgrade ketdi. Qalqon upgrade qilamiz. Mana. Voy, do'stlar, o'ta qiynaldim lekin bor. Vapshi ko'p vaqtim ketdi. Xullas, biz narigi tomonda bo'lgan ekanmiz. Men aylanib bu tomonga ketib qolibman. Mana o'rtadagini ko'zim ko'rmagan ekanda. Aslida ana shuni metka qilib olsam ham bo'ladi ekan. Shuni narigi tomonda mana yerda turgan ekan. Waypoint qo'yib qo'ydim, adashmaylik deb. Esimizdan chiqmasin deb. Endi kvartslarimiz nechta bo'lgan, qaranglar. Tak, mana bu narsa voidda turaversin. Xo'p, mana bu narsa voidda turaversin. Golden qilich ham voidda turaversin. Yana bizga kerak bo'lmagan narsalar, mushroom. Bunaqasi. Qolgani mayli. Kvartsdan 59 ta bo'ldi. Ana shundan ko'p kerak, juda ko'p kerak. Usta aka, ko'p kerak deyapsiz. Qancha kerak o'zi deyapsizlar, bilmayman. Kamida 2 stak olib ketmasak bo'lmaydi. Kamida 2 stak olib ketishimiz kerak-da. Lekin men yana bitta narsani bildim. Yaxshiroq ruda bilan kelmasak qiynab qo'yishar ekan. Palakatlar-ku yana. Vatdan o'tsam menimcha qayta olmayman orqaga. Bu yerdan qaytsa bo'ladi. Mana yerda uy bor ekan qanaqadir. Shundoqqina teleportimizni yonida uy bor ekan. Shuni ham tekshirgim kelyapti. Blackstone. Shuni ham bir tekshirib ko'rgim kelyapti-yu. Lekin qo'rqib turibman. Lavaga tushib ketishimiz ham mumkin-da, o'lib ketib. Ichkariga kiramiz deb. Chiqasang-chi, buncha panika qilyapman men. Juda qattiq panika qilyapman. Bu rostdan uymikan o'zi? Ichi bormikan yo prosta takmikan? Misol uchun ichiga kirsa bo'ladigan binomi bu yoki mana yerda spawner bor ekan, lekin ichkarisida. Oh my god. Mana rudani ko'ryapsizlarmi? Nimaligini bilasizlarmi? Vibranium rudasi. Mana shu yerga belgi qo'yib ketaman men. Vibranium deb. Vibranium rudasini faqat oldim rudasi bilan qassa bo'ladi xolosda. Ikkita. Yaxshi. Bu yerga vibranium deb ketamiz. Vibranium 1 deymiz. Mana lekin buni hide qilamiz. Shunchaki tursa bo'ldi, keyinchalik. O'zimiz uchun. Narigi tomon qanaqadir o'rmon ekan. Chopdik. Bularda qarang. Vapsha g'alati joylari. Qo'yman. Ajoyib. Nether quartz topsam bo'ladimi axir biror joydan? Tepaga. Bo'lim anchagina uzun bo'lim bo'ldi. Vaqt ko'payib ketdi. 2 soatga yaqin bo'lyaptimi shunda? 20 ekan. 2 soat bo'lyapti. Rozi bo'lasizlar bolalar. Qisqartiraman qo'limdan kelguncha. Bitta yana bitta vibranium bor ekan. Oh my god. Tak, bitta ham belgilaymiz. Vibranium 2. Mana nether quartzlarni olamiz. Shunda 86 ta bo'pti. 2 stakdan kam ekan. Tayyorlaylikchi. Hop. Cobbled soulstone. Mana bitta ekan. Teleportimizga keldik.
Uyga qaytaveramiz bo'lmasam. Borini ishlataylik. Borini ishlataylik mana. Nether quartz nega kerak? Buni hozir endi tushuntiraman. ME sistema uchun. ME sistemani mana shu yerda qilaveramizmi? Qaranglar. Bularni olib tashlaylik. Birinchi o'rinda silikon yasashga kerak bo'ladi. Xo'p, kontroller yasash bizning asosiy maqsadimiz. Shu bilan boshlanadi ME sistemamiz, ya'ni biz qaranglar. storage bo'limidan hammasini yopaydi. Mana storage bo'limidan aslida oddiy yashiklarni ham avtomatlashtirsa bo'lar ekan, lekin bunga borgim kelmayapti-da. Mana oddiy yashiklarda bunga hopper qo'y, bir narsa qil, ular kim nima. Keyin misol uchun narsalar alohida qilasan deyapti. Hamma narsa alohida stack bo'ladi. Undan ko'ra disk yasab olganimiz yaxshi deb o'yladim. To'g'rimi? Mana bunaqa narsalardan ko'ra baribir disk yasaganimiz yaxshi-da. XP larni olaylik. O'shaning uchun asl Applied Energetics bu juda ham yuqori, qimmat va vaqt oladigan. Bunga ham kiramiz kelajakda, lekin hozir emas. Men bunga kirmoqchiman, men Refined Storage moda. Lekin bunga kirishni o'zi uchun ham eng katta, ya'ni birinchi eng katta qiladigan qadamimiz bu kontroller yasash bo'ladi. Mana shu kontroller uchun Netherga borib keldik biz. Endi sekin kontrollerga nimalar ketadi, nimalar qilinadi, mana shuni bajaraveramiz. Resurslarimiz bor joyga boraylik, yaxshisi. O'shanisi eng qulay menimcha. Resurslarimiz bor joyga boramizda. Keyin har bitta dimensionga, har bitta worldga, misol uchun Netherga ham, Etherga ham, Endga ham bittadan waystone qo'yib chiqaman. O'shanda borib kelishimiz ancha osonlashadi. Tak. Qo'limizdagi narsalar mana buni sartarafga qilamiz. Qanaqadir g'alati narsalar olib keldik, xullas. Bor. Yo'q narsa emas, ko'p narsamiz bor. Endi mana bu kontroller. Kontrollerni yasashimiz uchun temir, silikon hamda prosessor kerak. Temir bor, keyin machine casing kerak. Men uchovni ham belgilab qo'yganman. Mana shu uchov kerak. Uchovdan machine casingga o'tamiz. Machine casingni yasash uchun qaranglar, quartz enriched iron kerak-da. Buni mana Nether quartz bilan yoki Nether quartzni dasti bilan qilinar ekan. Nether quartz o'zi bilan. 3 ta temir bitta quartzdan 4 ta chiqar ekan. Bizga machine casing uchun nechta kerak? Bu yoqda 4 ta, bu yoqda 4 ta. Demak, 2 ta quartz. Batta polished любой narsa, infested greenstone, voidstone. Prosta tosh bo'lsa ham bo'laveradimi axir? Sinab ko'raveramiz, ha. Let's go. Ishni boshladik. Ozgina zerikarli bo'ladi. Uning uchun oldindan uzr so'rayman. Ko'mir. Xo'p. Bunday. Aslida shu joylarni o'tkazib yuborsam ham bo'ladi, lekin kimlar uchundir kerak deb o'ylayapman-da. Kim kuldi? Yuragimni yormanglar-ey. Unaqa ovozlar chiqarib. Temirni oldik. Bizga Blackstone olaylik misol uchun mana. Keyin Redstone. Undan keyin oddiy tosh, cobblestone. Buni olamiz. Backpackimizdan Netherlarni olamiz, yulduzchalarni. Mana. Undan keyin backpackimizdan plank olamiz. Chotki. Yasashni boshladik. Machine casing. Machine casingga bundan kerak, bundan 2 ta olaylik. Bitta va 3 ta temir. Mana. Machine casing yasaldi. Birinchi ingredient bor. Ikkinchi ingredient yuqori darajali prosessor. Bu yuqori darajali prosessorda qanday olasan deyapti? Smelting bilan. Smeltingga bunisi ketar ekan. Buni qanday oladi desa, mana. Silikon bilan prosessor bindingni qo'shib. Endi prosessor bindingni slime ball hamda stringdan yasalar ekan. Slime ballimiz yo'q-ku lekin. Slime ballimiz turadi-yu. 2 ta bor ekanda. Shu narsa muammo bo'ladi deb o'ylamadim. String olma yetarlicha.
Olmosimiz 11 ta qolganda. Keyingi bo'limga qoladigan bo'lyapti ko'p narsa. Okey, yasab olaylik. Mana yasaylik. 8 ta chiqar ekan bittadan. Yaxshi, endi silikon masalasi. Qaranglar. Silikonni har xil narsalardan olish mumkin. Eng zo'ri mana Nether raw silikonni quartz dust eng zo'r yo'llaridan bittasi bu. Bunday qilib quartz tashab turib, bo'pti. Hozirgi olib kelgan kvartsimizni eritib silikon olsak bo'lar ekan. Eng zo'r yo'li shu ekan. Yani batta eritilar ekan demak. Mana. Hozir 20 tacha silikon chiqadi. Mana silikon. Endi mana bundan yasorsak bo'ladi bemalol. Mana bundan bitta yasaldi va buni yoniga advanced processor. Bu yangi prosessorda prosta eritsak yog'och qancha bor edi? Onasini ensin, davay go. Farqi yo'q. Bu prosessorda eritsak agar ana keyin pechkalarimizni-chi oltinga o'zgartirsak bo'ladi menimcha. Pechkalarni o'zgartirib qo'yaylik. Furnace. Tak, da oltinga o'zgartirsak bo'ladi. Iron to gold upgrade mana. Oltin blok kerak ekan. 2 ta oltin blok yasorsak bo'ldi. 1 2. Shundan 2 ta olamiz keyin. Oltin yana ham tezroq eritadi. Mana. Va maxsus o'sha prosessor ham tayyor bo'ldi. Silikonlar yana tayyor bo'lyapti. Okey, ana endi kontroller yasasak bo'ladi, faqat unga quartz enriched temir kerak yana. 4 ta kerak, bitta quartz qo'yamiz. Mandan qo'ysak chiqadi mana 4 ta. Va kontroller yasaldi. Mana do'stlar, ME sistemaga kirish boshlandi, xudo xohlasa. Battan qo'ysak bo'ladi mana. Bu kontroller, bu boshqaruvchi miya bo'ladi endi. Mana endi okey. Endi o'rganib ketaveramiz. Tak, bazaviy material beradi. Quartz enriched copper berdi. Bilmadim, yaxshi narsami, yo'qmi? Narsa berdi. Mana buni qilganingdan keyin sen tepaga chiqasan. Tepada kabellar bor deyapti. Kabellarga o'tishimizdan oldin do'stlarim, wireless connection, security manager bular kerak emas. To'g'ri diskka o'tamiz. To'g'ri disk drive ga o'tamiz sirrazi. Ana endi disk drive yasaymiz. Uni qanday yasaladi? O'zim ham bilmayman. Hamma narsamiz bor deb o'ylayapman. Mana disk drive. Undan keyin disklar bor. Misol uchun IO drive, hyperdense IO drive, time dilating bir narsa IO drive. Tape disk item storage cell. Mana buni ham olamiz. Bular menimcha boshqa moddiy narsalar ekan. Okey. Disk drive yasab turaylik, qolgani keyin. Yo'llarga o'rganib ketaveramizda. Batga qidirishga refined storage yozib qo'yaman. Refined storage modi mana. Kontrollerdan keyin disk drive yasaladi. Undan keyin grid, crafting grid. Crafting grid nima qilaylik? Crafting grid yasaladi. Pattern grid bu avtomatik craftlashga ishlatiladi. Uni qilmay turamiz. Constructor kerak bo'lib qolishi mumkin. Detektor shart emas, machine casingni olib qo'yganman. Monitor hozircha shart emas, autocrafter, disk interface mana bundan olishimiz mumkin bo'ladi. Keyin diskni o'zi mana fleshkalar. Mana 64K dan boshlanar ekan eng kichigi. Ya'ni 1 stakli. Keyingisi 4 stakli fleshkalar. Fleshkalarni olib qo'yamiz. Infinite voshi cheksizlari bor ekan. Fleshkalarda dahshatmi? Tamam.
Ketdik. Disk drive qanday yasaladi? Uning uchun senga enriched irondan 6 ta, advanced processor, machine casing hamda chest kerak bo'ladi, faqat oddiy chest emas deyapti. Oddiy chest ham bo'lar ekan. Disk drive, chest bor, machine casing. Machine casingga temirdan 8 ta kerak bo'ladi. Demak, jami hisobda 14 ta temir kerak bo'lyaptimi bizga? Da. 14 ta temir. Bittadan 4 ta chiqsa 4 ta qilamiz mana. 16 ta oldim. Keyin shuni 20 ta qilib qo'yaylik. 20 ta kvarts bilan boyitilgan temirdan oldik. Bizga machine casing yetishmayapti. Mana machine casing oldik. Endi advanced haligi palakatdan yetishmayapti yana. Ammo bu stop. Yettita ham eritib qo'yaveraylik. 7 ta mana boriga baraka mana ana. Tak, bu bo'ldi. Disk drive yasaladi. Tayyor. Disk drive'ni oldik. Bitta uxlab turaylik. Bir narsa portladi. Xo'p. Endi bu mod o'rgatyapti. Disk drive yasading, malades. Okey, senga zo'r narsalar beramiz deyapti. Mana bir narsa berdi. Oddiy prosessor bilan yana copper berdi. Endi bu yerdan sen disklarga o'tsang bo'ladi. Ya'ni storage housingga o'tasan. O'shadan flashka yasaysan deyapti. Yoki battan flashkalarni boshqaruvchi panellarga o'tib ketsang ham bo'ladi deyapti. Biz flashkalarga o'tamiz albatta. Albatta flashkalarga o'tamiz mana. Storage housing yasaymiz demak. U bitta ekan. Storage housing bo'lsa, storage housingda birka storage disk va storage housing bo'ldi. Bundan yasash uchun bizga shisha yetishmayapti xolos. Shishamiz bor. Iltimos, shisham beringlar meni mana. Nechta flashka yasaymiz? 3 ta yasaylik. Da, 3 ta yasaylik. Storage housing. 2 taga kuchimiz yetar ekan xolos o'zi. Quartz in mana bundancha yana 20 ta olib qo'yaman. Va yana bitta flashkani qopqog'ini yasadik. Ana endi flashkani qopqog'ini yasash uchun birkalik flashka yasaymiz. Birkalik flashkaga mamnun kerak. Qismga yana shisha kerak. Voy onasini yemsin. O'tirsin. Qismga yana shisha kerak deyapti-yu. Tak, battan yurmoqchi emas edim men. O'tib ketsam maylimi, golem janoblar. Men chiqarib yuboringlar. Yer to'plab kelay. Bu tomonlarda yo'q ekan u. Bitta bor ekan. Oldingmi? Malades 58 topdi. Zo'r bo'ladi. Pakpakimiz juda ajoyib bola. Pakpakimizga gap yo'q. Battan ham olsang agar. Ana. Sekin tepaga chiqib o'ramiz endi. Ularni eritamiz chotka qilib. Hello. Chiqadigan joy qani? Pam. Hali resursdan problema bo'lmaydi. Hamma narsani avtomatlashtirib olamiz, ko'rasizlar. Zo'r bo'lib ketadi keyin. Ko'mir tugab qopti. Silikonlar tayyor bo'libdi. Shishamizni olamiz.
yarmi bu yoqqa, yarmi bu yoqqa. Bu ham tayyor bo'libdi. Shishalar eriyapti mana. To'rtta уже. Xo'p. Qism tayyor. Lekin bu qismdanchi yana bitta kerak. Buning uchun bizga silikon kerak. Ish masalasi qiyin ekan buni valla. Silikon tugadi. Xo'p. Birkalik fleshka. Ikkita bo'ldi va nihoyat. Uchinchisini ham yasashimiz uchun bizga silikon kerak. Buni o'rniga buni eritib turaylik. Ko'mir tugaguncha eritsin, silikon hali ko'p kerak bo'ladi. Yarmini o'zim yopib qo'yaman. Okey. Endi disklarni soladigan apparatni pastga qo'yamiz. Bittadan qo'yamiz mana. Va buning ichiga fleshkalarni tiqamiz. Ajoyib. Shishalarni ol, buni bu yoqqa qo'y. Qolgan shishalarni ham erit va mana qismdan yana bitta yasaymiz. Keyin fleshkadan ham bitta yasaymiz. 3 ta fleshkamiz bor. Mana 3 ta fleshkani qo'ydik. Uchovi ham bir kadan. Da. Endigi navbat nimada? Endigi navbat buni yasab bo'lganingdan keyin senga narsalar beramiz deyapti. Yana narsalar berdi mana. Mana nechta berdi? Nechtadir berdi xullas. Keyin bir kas storage yasasang senga yana narsa silikon berdi. Rahmat. Bo'ldi, shu bilan 4 ga 5 ga qilib ketaverasan. Bu qanday ishlaydi axir? Fleshkaga narsani qanday solaman? Shuni ham aytmaysizlarmi? Disk interface'ga o'tamiz menimcha bu yog'iga. Yoki grid. Bu nima? Disk interface allows you to take items and fluids from one disk and put into another grid. Demak, bunaqasi ekan. Eng asosiy yo'nalish mana bu. Tepalar ixtiyoriy. Grid yasaymiz endi. Endi esa grid. Crafting grid hatto. Oddiy grid emas, crafting grid. Crafting gridga oddiy grid kerak bo'lar ekan birinchi. Oddiy gridga shisha bor, machine casing. Xo'p. Construction core, improved processor. Improved processordan ikkita destruction core. Oh my god. Construction core, destruction core, improved processor. Processor ya'ni. Improved processorda eritib olinadi. Buni eritasan. Bunga qo'limizda bor ekan destructionga narsa, constructionga. Glowstone dust. Oh, olib kelganmiz. Voy, o'zim aylanay. Narsalarimiz bo'lgani yaxshi-da. Mana bundan bor, destruction bor. Endi eritadigan narsa mana buni. Tak. Silikonlar tayyor bo'libdi. Buni eritamiz endi. Yog'ochni yarmini berdi. Xo'p, bu ham tayyor bo'ladi nasib bo'lsa. Do'stlar, boshlarim aylanib ketdi. To'g'ri, sizlarda ham boshlarida aylanib ketgan bo'lishi mumkin. Ammo nimadir qilyapmiz. Endi grid yasaymiz. Gridga bu kerak. Bunga hozir oldim-ku. Mana-ku. Inventarimda turish kerak ekan. Okidoki. Gridga hamma oldim-ku. Improved processor. Mana improved processor. Destruction core. O'zim qo'yaymi? Okey. Batga bu ketadi. O'rtaga machine casing. Bu tomonga tirs. Bunaqa. Yana. Tak. Improved processordan ikkita kerak ekan. Aytdim o'zim. Qaramabman-da do'stlarim. Ikkita kerak ekan. Wow. Fleshka qilish ham shuncha qiyin bo'ladimi? Lekin mayli, qildik zato. Grid yasaldi va nihoyat. Endi crafting grid. Bunga bitta crafting table kerak. U easy.
Bitta plank topaylik. Plank. Oddiygina plank. Prosta plank beringlar, insofsizlar. O, crafting grid yasaymiz. Tayyor va nihoyat. Endi buni pastga qo'ydik mana. Bu grid yordamida inventarimizda nimalar borligini ko'rsak bo'ladi. Xo'p, buni yasadik. Rahmat sizga. Endi yana nimalarni o'rgatasiz bizga. Yasab bo'lganingdan so'ng deyapti. Craftingni ham yasadik mana. Portable o'zing bilan olib yursang bo'ladigan grid. Bu demak boshqa joydan turib ko'rsak bo'ladi. Fleshkamiz ichida nimalar borligini. Okey, shart emas. Bu yog'i уже simsiz access, shart emas. Bu ulab qo'ysak bo'ldi menimcha. Mana shu uchovini tok bilan ulab qo'ysak bo'ldi. Hozir tokni ko'raylik-da, tokka nimalarimiz bor. Xo'p. Endi power qismidan basic powerdan biz yoki chapter 1 da ham bor edi aslida. Asosiy quest liniyani chapterida nima bor? Mana copper generator bor. Mana shuni yasorsak bo'ladi. Bizda yaratilgan copper bormidi? Kamroq tok ushlaydi, lekin menimcha yetadi. Hozirchaga. Qanday ishlashini ko'rsak bo'ldi. U copper ingot eritilgan copperlarim o'ta ko'p edi-yu. Mana bir stack. Copper generator. Bu yoqqa endi generator. Generator deb yozamiz va qaraymiz. Mana yerda bor ekan mana copper generator. 8x copper generator vashiko. Voy, yo'q, rahmat, kechirasizlar. Oddiysidan beringlar bizga. Furnace bilan redstone blok kerak ekan. Redstone blokdan bitta olamiz. Redstoneimiz kam qolyapti. Cobblestonelarni bunday qilib bitta furnace olamiz va copper generator yasaladi mana. Ajoyib. Mana shu copper generatorni o'zini hammasiga ishlatsak bo'ladi menimcha. Da. Qanday qilib deysizmi? Hozir ko'rsataman. Mana buni o'chiramiz. Buni bittadan qo'yamiz. Mana bunga endi yoqishga nimadir kerak. O'tin yoqamiz-da, boshqa hech narsamiz yo'q. Mana buni yarmini yoqamiz. Mana sekin tok berishni boshlaydi bu o'zi. Hozir yonib bo'lsin. Bu gridnichi bittadan qo'yamiz. Ana, oy, dot. Ishlayapti, do'stlar. Voy, uchib qoldi. Yaxshi. Use while holding to return storage part up. Buni qo'lga ushlab ishlatiladi. Qanday ishlatiladi bu? 1024 ta narsani ichida saqlaydi. Bo'sh bo'lganda use while holding return to the storage part. Upgradable stop. Fleshkani bu yoqqa tiqaylik-da. Xo'p, griddan turib mana buni sosam. Qaysidir fleshkaga tushdimi axir? Da, oh my god. Xayriyat, ketdi-ku. Hamma yoqda solaman. Hamma narsani solaman, bolalar. Yes, ME sistemamiz bor endi. Tayyor mana. Faqat o'chib yonyapti, tok yetishmayapti xolos. Bo'ldi, yetgunicha. Qo'yib turing ishda. Yetgunicha ishlab, o'chib yonsa ham mayli, yetgunicha ishlab tursin. Yes. Hamma yoqda ko'chiramiz. Do'stlar, menimcha bo'limni mana shu joyda to'xtatsak bo'ladi. Men ko'chirish ishlarini o'zim amalga oshiraman. Sizlar bu tomonlarni ko'rishlaringiz shart emas. Hammaga videoni tomosha qilganlaringiz uchun kattakon rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yish yodlaringizdan chiqmasin do'stlarim. Sog' salomat bo'linglar. Ko'rganda ko'rishguncha. Bye.